Bu yerda 4-sinfgacha bolalarimiz tarbiyalanadi. O'zbekiston maktablarida 800 ming o'quvchiga joy yo'q. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri o'rinbosari Temur Komilovning ochiqlashicha, bugungi kunda mamlakat maktablarida 800 mingdan ortiq o'quvchi o'rni yetishmayapti. Garchi 2017-25 yillar oralig'ida yangi binolar qurilishi hisobiga 975 ming qo'shimcha o'rin yaratilgan bo'lsa-da, bu ehtiyojni to'liq qoplashga yetmayapti. Hozirda maktablarda o'rtacha yuklama koeffitsiyenti 1,2 ni tashkil etmoqda. Ya'ni binolar o'z quvvatidan ancha ortiqcha yuklama bilan ishlayapti. Muammoni to'liq hal qilish uchun jami 22,5 trillion so'm mablag' zarur. Hisob-kitoblarga ko'ra 263 ta yangi maktab va 1734 ta qo'shimcha bino qurilishi lozim. Shuningdek, 934 ta maktab hozirda kapital ta'mirga muhtoj ahvolda. Yangi qurilish va rekonstruksiya ishlarini o'ziga 14,5 trillion so'm talab etiladi. Ko'plab maktablarda hamon sport zallari, oshxonalar va ichki hojatxonalari yetishmaydi. Shu sababli 2025-yildan boshlab maktablardagi sanitar gigiyena sharoitlarini yaxshilash uchun har yili qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilishi rejalashtirilgan. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor.uzda qoling.